Bayezid bor, Bayeziddan keyin Sulton Ahmed. O'sha Sulton Ahmedning eng ko'p kattasi o'sha. Bu Lalelini bu yoq boshida ekan, Sulton Ahmeddan keladi. O'sha Sulton Ahmadga borib, kupa xo'jalisam topyapsan. Top bermaydi. Sizga hech kim, chunki hammasi turibdi. Bizni bir qadam turganini bilishmadi-yu. Rahmatli kupa bo'lsa, biz mana shu turimizda, mana shu gazeta turibdi shu yerda. Kafeda so'raymiz, bilmayman. Ko'rsatasiz. Nomni qarab bir. Keyin nima qilib, tepasidan arqasi o'qib olib peshonasiga mana yo'q deb keyin Xudo xo'jal peshanasiga yozib qo'ygan. ha, yo'q endi aytaman-da. Uni pizzani oldida. Yozgan. Shu darajada masjid nima borligini bilmaydi. Hamma sizga o'xshagan turistlar. Magazindan so'rasangiz, deb bilmayman to'g'ri. Shunaqa ular bizga o'xshab chiqib turib 10 gacha yursang, topasan ham demaydi, o'zbeklarga o'xshab. Bilmayman to'g'ri, bilsa. Eskichasini ko'p aytib qo'yganga o'xshaydi. Siz o'sha kechqurun obodo endi-da avvalambor topingni, topolmay qolsangiz aytsangiz tushuntiraveraman. Lokatsiyasi ham bor edi lekin. Lokatsiya bor, anaqani qo'shtiramiz o'sha shirinlik kafe shuna bittadan nariroqda. Ularni orasida tomoni viloyatli bolalar ekan-da. Kirsa o'zbekcha gaplashadi. Ozgina shirinlik edi, gaplashib qoldi-da. Mana buni ishlayapmiz. Yaxshi. Ingliz tilini bilmasa, yordam kerak bo'lsa, qarashurasiz. Menimcha egasi ham o'sha o'zbek egasi ham menimcha. Yo, turk egasi. Turkmidi? Turk dedi. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Men xijolat yozuring nobodo. Qo'llangan yordam bilan. Yig'ataga borib, Osiyoga ko'p kelaman. Ehtiyot bo'ling. Bor, bor. Shatda ketib yuborish qanaqa bo'larkan?